Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıdağa görüyoruz. Washington'dan sözleyimiz. Bugün sizlerge sözleydiğin leksiyada bugün Çislağa 2021 yıl 6. ayının 4. günü vatandaş. Bugün sizlerge sözleydiğin leksiyada asas cihetten bizden Uygur'un turmuşuğa münasebetli leksiyalar vatandaşlar. Bunun için evvel Cumhuriyet Kompartiya asası halkara cemiyeti nime kılıvatıdır degen mesele. Nurgun işlerinin katarı yani nimiş kılıvatıdır degen mesele vatandaşlar. Mesela bugünkü mavzumunda Cumhuriyet tergibat, teşvikat kolunu bütün yer şarkı sözde. Mavzulu haber 6. ayının 3. günü Cumhuriyet'e nazar torbiyeti ilan kılındı haber. Mundak başlandı. Fransa Halkara Radyo Stansiyası teşvikat, tergibat tesirini kengaytiş için Cumhuriyet Matbuat Guruhi Avrupa'nın merkezi Brüssel'da Brüssel Vakalethanesi kurup bu organga Cumhuriyet Avazı dep isim koydu. Alakadar taraflar nopuzluq muhbirlarını yığıp toplap, G'arb bilan qarshilashishni yo'lga qo'yib, Janubiy qismdagi davlatlarning qo'llashini qo'lga keltirish taktikasi bo'yicha ish boshladi. Cumhuriyet Merkezi Xalq Radio Televiziya stansiyasi CMJ Brüsseldagi ishxonasini kengaytib qurib, Yevropaning markazida qurilgan yeni radyo televiziya stansiyasi sifatida tashqari dunyoga tashviqot targ'ibotni kuchaytirib, Yevropa jamiyatining Cumhuriyet to'g'risidagi ko'z qarashlariga ta'sir ko'rsatmoqchi bo'ldi. Fransiya Ozodlik gazeti xabar qilib bunda ko'rsatdi. Yaqin oylardan beri Cumhuriyet Matbuot Guruhi Brüssel'de qurib chiqqan tashviqot nuqtasi yangidan nopuzliq muxbirlarni to'plashni jiddiylashtirib, hozirgi aloqador taraf muxbirlar qo'shinini to'liqlamoqchi bo'ldi. Yangi tashviqot organiga Cumhuriyet Ovozi deb ism qo'ydi. Bu yangi bekat Cumhuriyet Matbuot Guruhining tashviqot kuchini qadam-qadam kuchaytirdi. Bu organ o'tgan yil 12 ayda 264 yangi o'rin, yangi xizmat o'rni ta'sis qilib, ishchi xizmatchi chaqirishga boshlagan. Buning ichida 82 xizmat o'rnini xalqaro tashviqotga mas'ul qildi. Ishki xabarlarda mundaq deyildi. Bu guruh tajribalik va moyir xalqaro muxbirlarga ehtiyojlidir. Her kasbga G'arb dunyosi xodimlari bilan munosabat bog'lab, ularni Jungo nima deydigan kishilarga aylantirishdan iborat. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungo azaldan tortib tashviqot targ'ibotga mablag' solishga qattiq e'tibor berib keldi. George Washington Universitetining professori David Shamba mundaq oshkorladi. Jungo har yili targ'ibot tashviqotga $100 million ajratib keldi. Mayli matbuot sohasi bo'lsin, ijtimoiy aloqa to'rbat vositalari bo'lsin, ilon san'at har qaysi taraflardan tashviq elib berib, muayyan ta'sirga erishdi. Xinhua agentligining butun yer sharida 230 o'rinli ishxonasi bor. Alloh xudo. Xinhua agentligining butun yer sharida 230 o'rinli ishxonasi bor. Xinhua 11 xil tilda anglitish olib boradi. 2017 yilga solishtirganda Jungoning tashviqot targ'ibotchiligi 40% oshdi. Xalqaro jamiyati Jungo hukumati Uyg'uristonda irqiy yo'qotish, irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullandi deb ko'rsatgan ayblashlarga qarshi turish uchun Jungo hukumati G'arb dunyosidan bir qism axborotchilar va film ishlovchilarni izlab topdi. Yoki ularni yollab oldi.